Assalomu alaykum hammaga. Men siz bilan Zarifa Mamatqulova. Yoshim 60 da, Yangi shahar Sirdaryo oblastidanman. Hozirgi paytda Sankt-Peterburgda davlat ishida ishlab, internet tarmoqlari orqali daromad qilyapman. Mana shuni sizlar bilan ham baham ko'rishni xohladim. Agar kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, yozing +7 953 733 0127. Mana shu nomerda Telegram, WhatsApp, Imo, Instagramlar bor. Yozing, yordam berishga tayyorman. Kirish tekin, o'rganish tekin. Xohish bo'lsa, agar juda ham ma'qul bo'lardi. Bu yerda aldov yo'q, 100% garantiya. Shuning uchun o'zimizni ko'rsatib, o'zimizni tanishtirib, bemalol reklama qilyapmiz. Chunki yolg'on yo'qligi, yolg'on ma'lumot berganlarga albatta davlatimizning qonun qoidasi bor. Mana shunga amal qilgan holda halol va pok bo'lib internetga chiqib o'zimizni tanishtirib, shuning uchun sizlarni shu yerga taklif qilyapmiz. Marhamat, keling, o'rganing, o'rganish tekin, kirish tekin. U yog'ini sekin-sekin o'zingiz mukammal tushunib olib, kirib ishlashingiz mumkin. Sizga o'zingizga lishniy kabinet ochiladi. Ishlagan pullar shu kabinetga tushib, xohlasangiz so'mga, xohlasangiz qozoq puliga, qaysi davlatda yashasangiz, ana shu pulga chiqarib olishingiz mumkin. Bunda umuman problema bo'lmaydi. O'zimizda внутренний обменка degan narsa bor. Ana shu yerda 5% almashtirib olishingiz mumkin. Marhamat, keling, daromad qiling. Bu daromad bo'lajak avlodga, oilangizga qolishi mumkin. Shuning uchun kirib bemalol ishlashingiz mumkin. Sizlarni chin yurakdan taklif qilaman. Marhamat, yordam berishga tayyorman. Yozing, o'rgataman.